Sen hech o'ylab ko'rganmisan? Nega futbolchilar maydonga chiqishganda qo'llaridan bolalarni ushlab chiqishadi? Har safar Chempionlar Ligasi, Yevro, Jahon chempionati va har doim futbolchilar yonida bolalar turadi. Lekin nega? Bir qarashda bu shunchaki kameralar uchun go'zal manzaradek tuyuladi. Katta va kuchli futbolchilar yonida kichik bolalar. Ammo haqiqiy sabab ancha chuqurroq. Bu an'ana o'nlab yillar avval paydo bo'lgan. 1920-yillarda esa bu bolalarga rasman maskotlar deb nom berilgan. Va yo'q, bu haqorat emas, haqiqiy futbol atamasi. Eng qizig'i, bu bolalarni tasodifan tanlamaydilar. Ular ko'pincha xayriya tashkilotlarini ifodalashadi yoki maxsus tanlov orqali tanlanishadi. Ko'pchiligi uchun bu yulduzlarga shunchalik yaqin bo'lish imkoniyati faqat bir marta beriladi. Xo'sh, nima uchun bunday an'ana bor? Javob sodda, lekin kuchli. Bu ramz. Bolalarga g'amxo'rlik ramzi va butun dunyoga xotirlatish. Aynan ular kelajak. O'sha bolalar uchun esa bu bir marta bo'lsa ham afsona bilan maydonga chiqish va o'z orzulari haqiqatga aylanishiga ishonish imkoniyati. Endilikda sen futbolchi bola bilan qo'l ushlashganini ko'rsang, bilgin, bu shunchaki go'zal manzara emas, balki chuqur ma'no. Like bos, agar sen ham o'z kumiring bilan maydonga chiqishni xohlarding.